Ertayda kelib qoldi anaqaga, naqoratga. Menga qara Lola emasda. Lola bo'lsa bitta qiz bo'lib qoladi-da. Ommaviyroq bo'lish uchun tafkir kelib qoldi. Menga qara yoki qilib aytilganda, masalan, mana yangi hit yaralayapti. Xudo xohlasa, Botir akam bilan savmestni birgalikda. O'sha baland reyting turibdi-da sizda. faqat sen kerak. Hamdam voy. Boshini osmonlardek uchmoq uchun emas, kaptarlardek emas. Kabutardek uchmoq uchun bor. Deysiz, o'zingiz boshlayverasiz akajon. Hop, bitta eshitib olaman, keyin aytaveramiz. Menga qara Lola, bitta qara Lola. Ha, bitta narsa ketgani yaxshi, chunki so'zda adashib ketib qoladi. Odam so'z ko'payib ketsa. Aynan oilaga atalganda bu sevgi, bu muhabbat. Menga qara Lola, yonimdan hech qayerga ketib qolma. Menga qara Lola, menga qara Lola, sening uchun yagona o'zim. Sevgingdan mast bo'lgan men bitta bolaman. Menga qara Lola, menga qara Lola. Ertayda kelib qoldi anaqaga, naqoratga. Menga qara Lola emasda. Lola bo'lsa bitta qiz bo'lib qoladi-da. Bitta faqat Lolalar eshitadi-da buni. Gap yo'q, Lola ism zo'r ism. Chiroyli, lekin bizda O'zbekistonda ko'p qizlar. Shunaqa bo'lish uchun, ommaviyroq bo'lish uchun tafkir kelib qoldi. Menga qara yoki desa ham bo'ladi. Menga qara yaxshi asar bo'lyapti ish qilib.